Assalomu alaykum hurmatli so'hliklar, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, opa-singillar, akaxonlar, hurmatli yoshlarimiz. Bugun mana shu So'x tumanida deyarli barcha mahallalardan bugun mana shu tumanning faollari bugun bu yerda yig'ilishib sizlar bilan mana shu davrani to'ldirib turibmiz. Avvalambor sizlar bilan bugungi mana shunday bir qutlug' kunda ko'rishganimizdan juda ham bir bag'oyat xursandmiz. Endi hozir mana boshlovchimiz ham to'g'ridan to'g'ri mana boshlab ketdilar, lekin aytib qo'ymoqchimiz bugungi kunni asosiy mazmun mohiyat haqida baribir og'iz gapirmoqchimiz. Bugun So'x uchun bir tarixiy kun desak bo'ladi. So'x tarixini, umuman So'x tumani o'z tarixi ulug', o'z tarixi buyuk. Mana shunday buyuk bir shonli bir tarixini yangi bosqichga, yangi bir taraqqiyot darajasiga olib chiqadigan bir tarixiy kunda sizlar bilan bugun bu yerda hammamiz jam bo'lib to'planib turibmiz. Albatta, So'x o'zi haqiqatdan ham bir yaratganni bir nazar tushgan, betakror tabiatga ega bo'lgan, bir barakali tuprog'iga ega bo'lgan, mehnatkash, bir samimiy, ochiq ko'ngil, bag'ri keng xalqqa ega bo'lgan shunday bir ajoyib bir o'lka, ajoyib bir hudud. Albatta bu yerdagi insonlar o'zini mana shu bag'ri kengligi bilan, o'zini mehnatsevarligi bilan, o'zini demak harakati, o'zini intilishi bilan nafaqat bugun viloyatimizda, nafaqat bugun mamlakatimizda, balki uzoq o'lkalarda ham mana shunday o'zini hurmat qilishga majbur qilgan haq desak to'g'ri bo'ladi. Uzoq o'lkalarda ham mehnati bilan, harakati bilan, bilimi bilan, intilishi bilan bugun obro' topyapti, hurmat topyapti. O'ziga yarasha darajaga ega bo'lyapti. Mana biz qancha bugun so'xliklar turli xil davlatlarga borib bugun o'zini katta zavodlari, o'zini fabrikalari, o'zini qurilishlari, yana qanaqandir bir tadbirkorlik yo'nalishini ochib bugun samarali ishlab kelayotgan qancha so'xlik yurtdoshlarimiz bilan ko'rishib, ular bilan gaplashib, to'g'risi odam faqat xursand bo'ladi, faqat quvonadiki, mana shunday bir aqlli, shunaqangi uddaburon, shunaqangi tadbirkor yigitlarimiz borligidan odam faxrlanadi. Mana hozir ham kirib kelyapti. Ana hokimimiz bizni tanishtirdi. Gulshanbek, shu kelgan dedim, shu yerga borgan dedim, agar kelgan ham bo'lsa kerak, Gulshanbek. Kemalim bo'ladi. Shu yerda bo'lsa kerak. Mana Gulshanbek bilan ham mana tanishtirdi. Hozir qarang, hozir uzoq mana shu Rossiya o'lgan mana shu yigitimiz. Qarang, hozir gapim tasdig'ida bu hozir tanishdik astrogan. Mana 700 ta yigitni ishlatyapti ekan shu so'xli yigitlarni. Hammasini yordamini qilib berib, joyini qilib berib, sharoitini qilib berib, himoyasini qilib berib, qolaversa mana sekin qulog'imga aytib qo'yapti. Yana bitta zavod qilyapmiz dedi Rossiyada dedi, sheringlar bilan dedi. Yana bir 1000 tani dedi olib borib shu yerda ishlatib, o'sha yerni dedi men zo'r qilib ish joyini, sharoitini qilib beraman dedi. Tasavvur qiling. Qanday mana bugun o'zga yurtda nonini topibgina emas, o'ziga o'rniga ega bo'lib, bu yerga ishlab chiqarish qilib, sanoatni qilib, obro'ga e'tibor qilib, shu yerda mana biz o'zimiz yurtdoshlar olib borib ishlatyapti. Bu zabardast bu yigitlar. Mana shu so'xli farzandlar, so'xli yigitlar. Shuning uchun albatta mana shunday yigitlarda salmog'i ko'p, soni ko'p. Biz bunaqa yigitlar ko'rib faqat faxrlanib, zo'rlanamiz va men hokimga doim aytaman, shu yigitlarni toping, albatta So'xga chaqiring. Mana bugun mana oqsoqollar bilan duo qilib keldik, bir yangi bir zamonaviy tibbiyot markazini mana qurishni ham boshlab yuborib, xolos kelgusiga mana yetkazamiz deb va'da qildilar. O'ylaymanki, bu ham mana shu So'xni rivojiga, taraqqiyotiga, odamlarimizga yaxshi tibbiy xizmat ko'rsatib qolaversa, turistik salohiyatni rivojlantirishga mana katta hissasini qo'shadi. Albatta, So'x tumanining mana shu umuman So'x tumanining o'zini iqtisodiyotda rivojlanishi, So'x tumani mana shu mehnatkash xalqini bilasizlar, hammani muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich alohida nazoratdalar. Alohida bir e'tibordalar. Alohida bir hamisha mana shu fikrlarni bir chekkasida, yuraklarni bir chekkasida So'x turadi desam, hammani qo'shilsani kerak. To'g'rimi yo noto'g'ri? Doim viloyatga kelganimizda ham, kelganlarda ham yoki qandaydir bir yig'ilishlar, hududda iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha hisobotlar, taqdimotlar bo'lsa, albatta So'xga alohida so'raylar. So'xdagi vaziyat qanday? Qanaqangi demak ishlar amalga oshirilyapti? Shu prezidentimiz boshchiligida shu mamlakatimizda olib borayotgan mana shu ulkan ishlar, ulkan islohotlar bir So'xga e'tibor beryaptimi? Odamlarimiz kayfiyati qalay deb doim mana shu So'x haqida so'rab turadilar va albatta mana So'xni rivojlantirish doim aytadilar, bizning eng katta bir
vazifamiz, eng katta bugun oldimizga qo'ygan maqsadimiz ham, qo'rg'onisi qarzimiz ham bu So'x tumanini eng bir ilg'or tumani qatoriga olib chiqish kerak. So'xni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish kerak. So'xni kambag'allikdan xoli hududga aylantirish kerak deb doim ta'kidlab o'tadilar. Mana shu yuksak e'tibori yana bir amaliy ifoda sifatida aytishimiz mumkin. Mana 8-iyul kuni prezidentimiz mana 258-sonli bir tarixiy qarorga imzo chekdilar. Bu qaror So'x tumanini 2026-2028 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mavjud zaxira va imkoniyatni ishga solish yuzasidan qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror bu aytganim bor, so'zim boshida aytganimizdek, So'x tumanini umuman hamma tomonlama iqtisodiyotini rivojlantirish, ijtimoiy sohasini rivojlantirish, So'xni demak dunyoga tanish, turizm maskaniga aylantirishda, umuman yoshlarimiz uchun yangi ish o'rinlar, sharoit, xalqimiz uchun sharoit, pirovard shu xalqimizni demak turmush darajasini yuksaltirish uchun xizmat qiladigan mana shunday bir tarixiy qaror bo'ldi. Ushbu qaror bilan endi So'x nafaqat bu bir dehqonchilik o'lkasi sifatida, endi bilasizlar, o'ziga yarasha xususiyatiga eksklav hududda joylashgan, men hali ko'z oldimda turadi. Yangi hokim bo'lib kelganmiz, shunda odamlar bilan to'xtab gaplashganmiz. Kayfiyat qanaqa edi, bugun kayfiyat qanaqa? Bugun odamlarning ishonchi qanaqa? Bugun umidi qanaqa? Bugungi ertangi kunga hayotiga ishonchi qanchalik ekanligini men o'zim taqqoslash uchun o'zimda xulosam ham bor, o'sha kunlar ham hammasi esimda. O'ylaymanki, endi mana ko'rasizlar, mana oradan mana bir qancha yil o'tdi, lekin mana shu qaror Xudo xolasa mana ijrosini qilamiz. Va bu qaror ijrosi bilan birgalikda endi bu So'x oddiygina bir dehqonchilik, dala madaniyati rivojlangan tuman emas, balki bugun zamonaviy sanoat bo'lganda ham sanoatga yuqori qiymat beradigan sanoat yo'nalishlari. Qolaversa, mana shu gurkirab o'sayotgan, gurkirab rivojlangan nafaqat So'xni, nafaqat Farg'onani, balki O'zbekistonni yangi turistik brend maqomiga ega bo'ladigan yangi turizm yo'nalishiga aylanadi. Yuqori darajada xizmatlar ko'rsatish. Qolaversa, yangi zamonaviy ilm, kasb-hunar markazlari, IT texnologiyalar, sun'iy intellekt rivojlangan bir hududga aylantirish. Qolaversa, mana shu endi bari qishloq xo'jaligiini gapirib o'tmasak bo'lmaydi, baribir yer bilan ko'p narsamiz bog'liq. Endi yer ham oddiy dehqonchilik emas, endi So'xda xo'jalik rivojlangan hududga aylanadi. Albatta, ikki og'iz bilan ko'p gapirmoqchi emasman, ayrim bir raqamlarni aytib o'tmoqchiman. Xolos, birinchidan mana shu So'x daryosini markazga tutash 5 kilometrlik qirg'og'ida Sarkanda, Ravon, Sharqobod mahallada hududida 170 mana bu yerda kirayishga osib qo'yganmiz. Yangi bir mana So'x turizm va dam olish markazi sifatida birlikda 720 milliardlik investitsiyalar hisobiga zamonaviy kurort sog'lomlashtirish kompleksi, turli xil dam olish maskanlari, qolaversa xizmat ko'rsatish obyektlari, mehmonxonalar, turli xil demak mehmonlar uylari, hokazo mana shu turistlar demak oqib keladigan katta bir turizm maskani demak barpo etiladi. Shu bilan birgalikda tumanda xorijiy til, IT, zamonaviy kutubxona imkoniyatiga ega bo'lgan yoshlar markazi quriladi. Qolaversa tibbiy turizm, mana shu turizm bir qismi rivojlantirish bo'yicha demak yangi bir bosqichi boshlanadi. Yangi zamonaviy tibbiyot muassasalari, dam olish demak sanatoriyalari va bular hammasi eng zamonaviy bo'ladiki, yana qaytarib o'taman. Bu nafaqat So'xga, So'x atrofida mana Qirg'iziston, atrofimizda bugun qirg'izistonlik mana do'stlarimiz kelib bemalol dam olib chiqaradigan. Qolaversa mana qarorimizda hozir aytib o'tamiz, aeroportimizni kengaytirish nazarda tutilgan. Haligi 100 talik samolyot bemalol qo'nadigan aeroportga aylantirish va O'zbekistonning hamma hududidan kerakli samolyot uchib kelib So'xda mana shu bir necha kunlab, bir kun, ikki kun emas, haftalab dam olib ketishga imkon bo'ladi. Nafaqat bu o'zimizni O'zbekistonning aholisi yoki mana qo'shni chegara bo'lgan Qirg'izistonda hali ko'rasizlar. Hali bu ishlarni amalga oshirib, mana yangi samolyotlarni beryaptilar. 2 ta samolyot beradilar, Xudo xolasa prezidentimiz. Bu ishga tushib qolsa, dunyoning davlatlaridan keladigan bo'ladi. Dunyo davlatlaridan kelib, bu yer mana shunday go'zal tabiatdan bahra olib, mana shu yerdan bir toza havodan nafas olib, shu yerni bir suvlardan ichib, shu yer xalqidan bergan taomidan taomlanib, lazzatlanib, xursand bo'lib,
bir marta kelib haligi u maketlarga bir kelgan yana 40 yil yana kelibdi deydi yana chumchuq kelib bordi. Xuddi shunaqa bo'lib yana qaytib so'xga kelaman deb keladigan bo'lib ketadigan shu ajoyib go'zal bo'lgan. Albatta, qishloq xo'jaligining Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz ota-onalar. Endi mana hozir hurmatli Xayrullo Hayitboyev chetdili prezidentimizni yuraklarida so'x alohida o'ringa ega. Bu haqiqatdan shunday. Endi prezidentimiz viloyat rivojlanishi, katta tarmoq rivojlanishi muhokama qiladilar, lekin mana mart oyida alohida so'x bo'yicha 2 soatdan ortiq yig'ilish qilib, qattiq bizga topshiriqlar berdilar. To'g'ri aytdilar, hurmatli hokimimiz. Bizni tayyorlagan qarorni qaytardilar. Hech bir masala yechimsiz qolish kerak emas deb aytdilar. Har bitta so'xlik bu o'zgarishlarni sezish kerak deb aytdilar. Shundan keyin mana butun vazirlar mahkamasi hamma vazirlik idoralar so'xga kelib o'rgandi va 3 yillik dastur tayyorlandi. Ham tibbiyot, ham ta'lim, ham transport, ham qishloq xo'jaligi, kambag'allik barcha sohalarni qamrab olgan bir mukammal dastur bo'ldi. Mana 1 trillion 200 milliard mablag' ajratilyapti So'x tumaniga. Men o'ylaymanki, bu juda katta imkoniyat va bu tumanda katta o'zgarishlar bo'ladi. Endi men yaqin bu haqiqatdan 2 kishi vatanparvar insonlar, xalq o'ylaydigan insonlar. O'shanga ularga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har bitta masalani yechimini bo'yicha takliflar berishdi, mana shu qaror ishlab chiqqanida. Endi hurmatli so'xliklar, menimcha bitta qaror yoki bitta mablag' yetarli emas. Bu hamma qo'yilgan vazifalarni bajarishimiz uchun birgalikda ishlashimiz kerak bo'ladi. O'shanga jipslik kerak bo'ladi. O'sha hozir viloyat hokimi aytganlaridek uddaboron tadbirkorlarimiz demak hokimni yelkadoshi bo'lib birgalikda harakat qilib mana shu qo'yilgan hamma maslahatlarimizga erishib yorug' yuz bilan prezidentimizni kutib olishimiz kerak. So'x tumaniga har qatda men kelaman deb aytdilar. O'shanga 1 yil bo'ladi muhim. Assalomu alaykum qadrli so'xliklarim. Bu so'ximning yo'llari muncha ravon bo'lmasa, bu so'ximning gullari muncha xandon bo'lmasa, bu so'xim yulduzlari o'tdek chaqin deydilar. Bu so'ximning qizlarini ko'zga yaqin deydilar. Sira ketkim kelmaydi bunday go'zal diyordan. Yo'qolib qolsa yodgor izlangiz shu so'ximdan. Mana hozir viloyat hokimi Hayitboyev juda katta oldinda turgan ishlar haqida gapirdilar. Muhtaram prezidentimizni So'xga bo'lgan mehr muhabbatlari haqida gapirdilar. Buning uchun men ham bugun haqiqatdan mana shu So'xni juda yaxshi ko'rganim uchun hokimi qadrdonim bilan qadrdon bo'lganimiz uchun Mayli Hayitboyev aytganlaridan keyin men ham boraman deb oldiylarga yetib kelganimga Allohga beadadlar shukr bo'lsin deyman. Mana shu kunlarga, yaxshi kunlarga bir xizmat qilish niyatida shu yerga keldim. Marhaba. Eksan. Arziydi chunki ustoz Tavakkal Qodirovdek ustozlari bor. Yurtiga fidoyi, ko'ngli pok inson Xayrullo Hayitboyevdek hokimlari bor.
yüreğim bağrıma Hurmatli tadbir qatnashchilari, hurmatli Bobur Botirovich, Xayrullo Aytboyev, Yodgor aka, Bek aka. Bugun so'ximizga xush kelibsizlar. Bugun so'xda juda katta bayram. Mana hurmatli prezidentimizni e'tiborlari tufayli shaxsan o'zlarini tinimsiz bizni o'ylaganliklari mana so'xda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari qarori chiqdi. Bu qaror butun so'xliklar uchun muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz 35 yilligida. Endi qolaversa bugun mana ustozimiz O'zbekiston, Tojikiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti hurmatli mana Yodgor aka Sa'diyev xush kelibsiz. Bizni so'xga bir necha marta keldingiz. Bugun biz sizni mana avvalambor hurmatli yurtboshimizni qo'lidan olgan o'sha buyuk xizmatlari uchun davlat mukofoti bilan va qolaversa butun so'x aholisi nomidan o'sha 80 yoshlik va shu yubileyingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga sihat, salomatlik, mana ijodingizga ijod qo'shilsin. Butun so'x xalqi sizni beyaga deb yaxshi ko'rishadi. Mana shu qarsaklar sizga. Ruxsat bersangiz, mana Tojibek tog'a bir mana olib keling, to'nni olib keling. Duoyimiz ertadan kechga siz Qutlug'uydan qurov ketib bo'lmas ekanda. Katta rahmat sizlarga. Katta rahmat. Sizlarga omad tilayman. O'ylagan niyatingizlarga yetish uchun yaratgan o'zi sizlarni qo'llab-quvvatlab tursin. Ilohim so'ximiz gullab yashnasin. Mana shu yerga turistlar kelib, ochirib kutib, biletini topolmay bo'lib sarson o'yirsin so'rab. Administratsiyadan kelgan mehmonlar, assalomu alaykum. Viloyatimizdan kelgan mehmonlar, xizmat qilayotganlar, assalomu alaykum. Hurmatli nuronlar, so'xni faollari. Haqiqatda bugun so'x uchun bir tarixiy kun. Tarixiy kun. Biz ichimizga sig'mayapmiz bu xursandchilikdan. Prezidentning nomi tilga olgandan keyin qo'limiz o'zi qarsak o'layapti. Bu yurakdan bu. O'sha yerda yuziga kirgan otaxonimiz hali mendan so'rashdi. Bu men yuzga kiryapman. O Boltayev kishi. Mana men yuzga kiryapman. Bunaqa xursandchilik, mana shu tadbir nahotki shu so'xda
hammasi albatta amalga oshadi. Ko'nglingizni to'q qiling, amalga oshadi. Shu prezidentimiz boshimizda bosh ekan, albatta bu amalga oshadi. Qaranglar tog'lar, mana bu chizmalarni ko'ringlar, mana bu o'ng tomondagi chap tomondagi chizmalarni ko'ring. Bu hammasi sug'urta ijtimoiy iqtisodiyot rivojlantirish, suv xalqini ish bilan ta'minlash. Shunaqa turizm rivojlansa, odamlar ish bilan ta'minlaydi. Kambag'allikdan sug'urta xudo xolasa viloyat hokimimiz aytgandek, shu faol rayonlarni, tumanlarni qatoriga albatta kiritamiz. Men shu fursatdan foydalanib, viloyat hokimimiz orqali, prezident administratsiyasi vakili orqali prezidentimizga suv xalqining mana ochiq oydin minnatdorchiligini yetkazishingizni so'rayman. Biz suvlar prezidentimizni yaxshi ko'ramiz. Bironta tumanda bunaqa odamgarchilik, mana shu 3-4 yilda bo'layotgan suvda odamgarchilik qarang. Bironta shunchalik e'tibor bo'lgandan keyin albatta yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun biz saylovda ham prezidentimizga 100% ovoz berganmiz. Kelajakda ham beramiz. Biz xalqimiz ko'nglidan prezidentimiz buni to'q bo'lsin. Biz hamisha tuman hokimi bilan viloyat hokimimiz birinchi sudga kelganda o'sha uchrashuvda hali aytishdi, hokim bo'lib kelganda men xudo xolasa sudga har oyi bir marta hech bo'lsa kelib turaman deb va'da bergan. U kishi 2 marta, 3 marta kelishyapti. 4 marta ham kelishyapti. Shuning uchun biz hokim bilan yelkadosh bo'lib nuroniylar, mana shu yerda faollar suvni obod qilishga, ijtimoiy iqtisodiyot rivojlantirishga, diniy ma'naviyatni sog'lomlashtirishga bosishimizni sarflaymiz. Albatta prezidentimizga ko'ra shu suvni xalqimiz majoriyati yetkazishga umid qilaman. Sog' bo'linglar. Sizni mingdan ortiq shogirdlaringiz bo'lsa kerak. Shu meni ham shogirdiga qabul qiling. So'xdan bitta men shogird bo'lay, ustoz. Ismim Tolibjon, ustoz. Alloh taolo bu akamizni ham Yodgor Sadiyev ustozimizga o'xshagan xalqimizda sevimli artistlardan bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Qabul qilindi. Yoshimga yetavering, iloyim. Omon bo'linglar.